Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, sizlarga qassob nabor ko'rsatamiz. Indinga hayit aka, ertaga arif ekan. Qassob akalar ulgib qolinglar, bir komplet tayyor holatda bor. Kamerani yaqinroq olib keling aka. Pichoqlarni birinchi reaksiyasini sinab ko'rsataylik aka. Uchta bittasini qilib qo'yamiz mana. Qog'ozni qalin qilib olib qilshyapsan deyapti. Ishonmaganlarga bir dona. Yupqa qog'oz bu mana. Bo'z pichoqlarni kesishini ko'ramiz. Rezolar bo'yma pachimlikdan ishlangan. Mana shu sopi o'zidan teshib o'tib chiqib ketgan. Ruchkalari nabor qilib terilgan, xudo xolasa. To'rtta pichog'i, bitta choqqisi. Hamma pichoqlarni kesib reaksiyalarni sinab beraman sizlarga. Teriladigan pichoqlari. Hammasidan bor, bitta choqqisi ham bor. Mana bu yerda xudo xolasa chiroyli qilib ishlab qo'yganmiz. Buni ham sopi o'zidan teshib o'tib chiqib ketgan. Bitta katta boltasi. Bemalol 1 tonnami, 2 tonnami mollasi yer sharida necha kilolik buqalar bor. Ashi buqalarni ham bemalol so'ygani quvvat yetadi akalar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.